Hammaga salyut o'rtoqlar. Bugun Ma'muliyam bilan biz judayam katta bo'lgan bog'ni tomosha qilish uchun keldik. Bu bog' judayam katta. Men bu bog'ga ikkinchi marotaba kelishim. Bu bog'ni aylanishingizga bir kun ham yetmaydi. Biz oyim bilan bu bog'ga kirib yarmigacha ko'rishga uspet qildik xolos, chunki oyoqlarimiz judayam og'rib ketdi. Bu videoni birinchi, ikkinchi va uchinchi qismlarga bo'lib olsam kerak. Aytgancha mana buni qaranglar. Judayam chiroyli qizil qushlar. Buni nomi nima edi bilmayman. Eslolmayapman. O'tgan yili kelganimda bunaqa qushlar judayam ko'p edi. Bu gal safar nimagadir biroz kam. Aytgancha bu joyda ham hayvonot bog'i bor, kichik, lekin qiziqarli hayvonlar judayam ko'p. Aytgancha shunaqa katta toshbaqa bor bu yerda. O'tgan safar rasmga olgandim, lekin bu gal safar judayam ichkariga kirib ketibdi. Rasmga, videoga ola olmadim. Bu toshbaqalar necha yillik deb o'ylaysizlar? Bular kichik toshbaqalar. Nari yoqda judayam katta toshbaqalar bor edi. Men buni yoqimtoyligini qaranglar. Aytgancha buni tulin, bu nomi tulinmidi, eslolmayapman nomi nimaligini, lekin judayam yoqimli. Men bu hayvonchani bilasizlarmi, maktabda sirkda olib kelardi, judayam ko'p. Qo'rqinchli. Toshbaqalar judayam ko'p, xil-xil. Bu Rapunzelni hayvonchasimi? Ko'zini qaranglar. Bu yerda ba'zi bir tanishlarim bor ekan. Yuzini ko'ra olmadim. Lekin jimirlovchi. Etim jimirlab ketdi bularni ko'rib. Biz kelganimizda havo juda ham zo'r edi, shamol ham bor edi, sovuq ham emasdi. Shunaqa ko'prikchadan narigi tomonga o'tamiz. U yoqda ham juda ham chiroyli joylar ko'p, ayniqsa gullar. Oyim faqat rasm, videolarga olib gruppaga tashab yurdi, qarindoshlar gruppasiga. Xullas bu yerga kelsangiz maza qilib aylanasiz. Aytgancha oilaviy juda ham zo'r joy. Toza havo, gullarni sevuvchilar maza qilasizlar. Bu video juda ham uzun bo'lib ketdi, shuning uchun ikkinchi partda sizlar bilan yana ko'rishamiz. Hammaga rahmat, xayr.